Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zbekiston Milliy axborot agentligining Dunyoga nazar plus podkast loyihasining navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz va bu galgi sonimizda ham biz dunyoda sodir bo'layotgan voqea va hodisalar sharhini ekspertimiz bilan birgalikda sharhlashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugungi studiyamiz mehmoni ekspert Ixtiyor Esanov. Assalomu alaykum. Ixtiyor aka, xush kelibsiz. Savollarimizga yuzlanadigan bo'lsak, mana dunyo Markaziy Osiyo mintaqasini qaytadan kashf etmoqda deyish mumkin. Ya'ni bularning barchasi O'zbekiston tashabbusi bilan o'sha vujudga kelayotgan maslahat uchrashuvi bilan chambarchas bog'liq. Mana yaqinda poytaxtimizda o'sha Markaziy Osiyo davlat rahbarlarining 7-maslahat uchrashuvi bo'lib o'tdi va mana shu maslahat uchrashuvida o'sha Ozarbayjon Respublikasining to'laqonli ishtirokchi sifatida qo'shilishini Markaziy Osiyo yetakchilari bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Aytingchi, mana shu hozirgi C5 formati istiqbolda C6 formatga aylanishi qanchalik asosli? Poytaxtdagi o'sha sivilizatsiya markazini ochilishida ham ishtirok etdik va u yerda Ozarbayjon delegatsiyasini ko'rdik. Juda ham ko'pchilikni tashkil qildi ular. Va ertasi kuni mana butun dunyo ko'rdi. Nafaqat Markaziy Osiyo, nafaqat o'sha Yevropa va Osiyo, balki butun dunyo ko'rdi bu narsani. Markaziy Osiyoda S5 emas, endi S6 formatiga o'tilayotganligi ko'rindi. Chunki Ozarbayjon rahbariyati, prezidenti Ilhom Aliyev boshchiligidagi katta delegatsiya keldi va ular endi mehmon sifatida emas, balki rasman mana shu tashkilotga a'zo sifatida ham ko'rila boshladi. To'g'ri, bu hozircha konsept sifatida olinyapti, lekin O'tkirbek istiqbollari allaqachon ko'rinib boshladi. Ya'ni bu endi faqat og'izda emas-da, ilgarigidek mana ko'pincha gapirishardi-yu, bular uchrashaveradi, hech narsa o'zgarmaydi, faqat o'sha go'yoki nima deydi, faqat formal uchrashuvlardan iborat deb o'ylanyapti. Lekin bu safar unday emasligi ko'rindi. Ya'ni Ozarbayjonni mana shu S6 formatiga qo'shilayotganligi va Ozarbayjonni ham endi to'g'ri u geografik jihatdan u O'rta Osiyoga qaramasa ham, lekin ma'naviy jihatdan, madaniy, iqtisodiy jihatdan O'rta Osiyo bilan chambarchas bog'liq ekanligi mana ko'rinib qoldi. Global miqyosda qaraydigan bo'lsak, O'tkirbek, Dilshodjon, O'rta Osiyo hududi asrlar davomida mana Amir Temur davri yoki Shayboniylar davri tugaganiga necha yil bo'ldi? 5 asr bo'lib qoldi, to'g'rimi? Biz 5 asrdan beri dunyo o'sha geopolitikasi, ya'ni geosiyosatida bo'layotgan muhim jarayonlardan chetda qolib ketaverdik. Endi bunga juda ko'p omillar sabab bo'ldi-da, o'sha boyagi buyuk geografik kashfiyotlar, Yevropaning boshqa yo'llar topishi va buyuk Ipak yo'lidan uzilib ketishi natijasida biz vakuumga tushib qoldik. Siyosiy, iqtisodiy vakuumga tushib qoldik va shuning uchun majbur biz o'sha dunyo siyosatidan ancha chekkada qolib ketdik va bizni doimo o'sha qaysidir mamlakatlarning ta'siridagi hudud deb qarab kelishdi-da. Mana uzoq asrlar davomida biz mustaqil bo'lgan bo'lishimizga qaramasdan, lekin nima deydi, Amir Temurdan keyin tan olish kerak, biz aktiv xalqaro nimalarda rol o'ynamay qoldik-da, tashqi siyosatda. Lekin mana endi biz oradan asrlar o'tib yana o'sha yuqori o'zimizni ajdodlarimiz egallagan o'sha pog'onalarga yana chiqishga harakat qilyapmiz. Va nasib kelajakda, yaqin kelajakda biz o'sha ajdodlarimiz dunyo siyosatida qanday rol o'ynagan bo'lsa, biz ham xuddi shunday rol o'ynashga men ishonaman. Ya'ni bu yerda iqtisodiy potensialimiz kattaligi, siyosiy o'sha irodamiz borligi, ko'p vektorli siyosatni mana to'g'ri ekanligi ko'rinyapti. Biz endi chiqamiz, o'zimizni mahsulotlarini, tovarlarini olib, endi bemalol Yevropaga ham chiqamiz, Sharqqa chiqamiz, Xitoyga chiqamiz va bu endi real ko'rinib turibdi, real. Chunki bu juda ko'p manbalarda aytilyapti-da, O'tkirjon. Nafaqat bizni o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi jiddiy kanallarimizda, balki mana o'sha hatto Ozarbayjon Azer News, Report As kanallari Azertajda ham hammasida mana shu masala ko'tarilyapti va ular ham bundan juda ham xursand. Ozarbayjon ham mana shu iqtisodiy nimaga qo'shilayotganligiga bu keyinchalik balki bir siyosiy formatga ham aylanishi mumkin-da, xuddi Yevropa ittifoqiga o'xshab. Albatta bu orzuyimiz. Lekin bu orzuni batamom nima deydi, bir ro'yo deb ayta olmaymiz, chunki buni o'sha istiqboli yaqqol sezilyapti. Tarixdan shunaqa gap bor, resurslarni kim boshqarsa, keyingi siyosatni ham o'sha belgilaydi degan. Bugun bu qoida o'zgaryaptimi? Yoki hali ham amaldami?
bu qoida hali ham amalda. Hali ham amalda, baribir ko'p narsa resurslarga bog'liq bo'lib qolyapti. Bu yerda faqat o'sha tabiiy resurslar emas, bu yerda inson resurslari ham, ma'naviy, iqtisodiy hamma resurslar gap ketyapti. Barcha resurslar haqida. Lekin mana o'sha borgan sari, rivojlanganimiz sari dunyo taraqqiyotga ketayotganligini ko'rsangiz, demak resurslar rol o'ynamay qolayotganligini ham ko'rish mumkin-da. Oddiy misol mana Rossiya yoki Afrika, bu qancha resursi bor bu mamlakatlarning. Lekin yalpi ichki mahsuloti qancha? Mana masalan Rossiyaning VVPsi hozir 2 trillion ham chiqmayapti, to'g'rimi? Bu yaqinda mana umuman resursi yo'q Singapur yaqinda 1 trillionga chiqadi. Tasavvur qilasizmi? Rossiya qanaqa ulkan, Singapur qanday kichkina. Lekin Rossiyani yarmiga yetib olyapti, deyapti. Bu ketishda o'tib ham ketadi Rossiyadan. Mana umuman resursi yo'q davlat, bahaybat resurslari bor mamlakatdan oldindan mahsulot bo'yicha mablag' bo'yicha ham hamma narsa bo'yicha. Demak, resurslarga bog'liqlik borgan sari qisqarib boraverar ekan. Eng muhim kapital inson kapitali bo'lib boryapti-da. Mana shunisi quvonarli albatta. Endi inson kapitali hal qiladi. Endi davlat kapitali yoki boyagi tabiiy resurslar emas. Demak, gap inson kapitalida. Inson kapitalini avaylab asrasagina, inson kapitalini taraqqiy qildirsagina, o'sha mamlakatlar boshqaradi dunyoni. Mayli, boshqarmasin ham o'zini gapiga ega bo'ladi. O'zini gapiga ega bo'ladi va unga hech kim tajovuz qila olmaydi. Jahonda demografiya, o'sha muvozanat o'zgarishi, masalan, o'sha Afrika davlatini rivojlanishi deymiz yoki Yevropa aholisini o'sha qarishi qanday geosiyosiy oqibatlarga olib kelishi mumkin? Demografik muammo hozir juda ham keskin ko'rinishga olib ketyapti, keskin ko'rinishga qarab. Demografik muammo endi nafaqat Yevropaga tegishli. Mana shu narsani adashyapti-da ko'pchilik, O'tkirbek. Demografik muammo faqat taraqqiy qilgan davlatlarga tegishli degan xulosa bor-da. Go'yoki faqat Yevropa yo'qib ketishi, aholisi kamayib ketyapti. Rossiya, Yevropa, Yaponiyada ham shu holat. Yaponiya, ya'ni rivojlangan mamlakatlar. Hamma narsani va minus plus tarafi bor ekanda, taraqqiyotga tamom berilib ketsak, bu tarafdan yutqizib qo'yishimiz mumkin-da. Afrikani istiqboli juda katta. Hamma Afrikaga ko'z tikkan. Chunki hatto Osiyoga kelgan o'sha demografik muammo hozircha Afrikaga ta'sir qilmayapti. Afrika hali ham tug'ilish masalasi bo'yicha hali ham birinchilikni bermayapti hech kimga. Xitoy mana Afrikaga ko'p investitsiyaga bejizga emas. Chunki ertaga Afrika dunyoda birinchi o'ringa chiqadi. Yaqin aholi soni bo'yicha 30 yil atrofida kuzatilishi mumkinmi? Mumkin. Afrikada ba'zi muammolar borda haligacha. Afrika afsuski hali ham asosiy qoloq mamlakatlar, qashshoq mamlakatlar Afrikada. Lekin bu degani Afrika tamom butun materik qoloq degani emas. Biz shu yerda adashamizda. Yo'q, Afrikada shunday davlatlar bor. Shunaqa rivojlanayotgan davlatlar bor. Hatto Osiyodagi ba'zi mana degan yo'lbars deb atalayotgan davlatlar ham ularning tempiga havas qilsa bo'ladi hozir Afrikada. Shunaqa badavlat davlatlar bor. Mana ularning yalpi ichki mahsulotini ko'ringlar, bir tekshirib, o'sayotgan shaharlarini ko'ringlar. Afrikaning potensiali katta. Juda ham katta Afrikaning potensiali. Kelajakda baribir o'sha asosiy rolni menimcha Hindiston, Xitoy va keyin Afrika ham o'ynama qiladi degan gaplar bor-da. Xabardorsiz, AQSh va Venesuela o'rtasida mojarolar boshlanish arafasida turibdi. Prezident Donald Trump Venesuelada quruqlikda operatsiya o'tkazishni rejalashtiryapti degan xabarlar yuribdi. Venesuela prezidenti Maduro esa qochib ketdi degan xabarlar tarqadi, hokimiyatni tashlab. Keyin yana o'zi bayonot bilan chiqdi. Biz shu yerda rad etib chiqdi. Shu yerdamiz, hech qayerga ketmaymiz va hokimiyatimizni hech kimga bermaymiz degan. Shu haqida fikringiz qanaqa? Yaqin kunlarda yoki yaqin yillar ichida AQSh Venesuelaga hujum qilishi mumkinmi? O'zi mana tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak, Venesuela bir paytlar Kolumbiya bilan bitta nimada bo'lganda, 1830-yillar. Birinchi Venesuelani tan olgan Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladi. O'sha paytda Amerika qo'llagan Venesuelani. Venesuela uzoq asrlar davomida AQSh bilan yaxshi aloqalarda bo'lgan. Lekin o'sha 50-yillar, o'tgan asrning 50-yillardan boshlab sotsialistik lagerdagi boyagi Janubiy Amerikaga kirib borishi, Kuba, boya Kubani sotsialistik mamlakatga aylanish, Fidel Castro va oxirgi mana Venesuela hukumatlari o'sha Hugo Chavezdan keyin mana Maduro ham o'tda o'sha yo'nalishni oldi. Bular ko'proq orientirni o'sha ilgarigi sotsialistik lagerni merosxo'rlar Rossiyaga qaratyapti.
va u yerda o'sha ayovsiz nima deydi, qattiq avtoritar rejim o'rnatildi-da. Venesuelada ilgari bunday darajada bo'lmagan, o'sha 80-70-yillarda. Endi Amerikaga keladigan bo'lsak, Amerika tabiiyki u ham butun Janubiy Amerikani o'z ta'sir doirasida ushlashni xohlaydi. Bu birinchi navbatda faqat siyosat, iqtisod bilan bog'liq emas. Tushunyapsizmi? U asosan u yerlar bozor, Amerikani bozori, tushunyapsizmi? Amerika o'zini iqtisodiy nimalarni berib qo'ygisi kelmaydi hech kimga. Amerikani men Venesuelaga umuman harbiy o'sha nima qilishiga unchalik ishonmayapman. Ammo bitta nyuansi bor, bu Trumpni juda ham непредсказуемый nima deydi? Trump umuman oldindan Trumpni bir narsa deb bo'lmaydi. Mana Eronga ham ko'rdilaring-ku, zarba berdi. Boyagi og'ir bombardimon samolyotlar bilan. Menimcha Venesuelaga ham qandaydir hatto AQSh aralashgan taqdirda ham bu yerga menimcha qo'shin tushirmasa kerak-ku ham, balki o'sha aviatsiya bilan zarbalar berishi mumkin. Mana ayrim davlatlarda o'sha yadro kuchi mavjudligi o'sha nizolarning oldini olyaptimi yoki mavjud xavfni yanada kuchaytiryaptimi degan savolni tug'diradi-da. Yaxshi savol, O'tkirbek. Yadroviy qurolni borligi, yadroviy potensialni borligi yirik urushlarni oldini oladi. Katta jahon urushlarini oldini oladi, lekin oxirgi paytdagi siyosiy vaziyat mana ko'rsatyapti, lokal urushlarni oldini ola olmas ekan yadroviy nima, kaltak. Mana Isroilda yadroviy nima bor, lekin Eron bemalol raketalar bilan unga urdi-ku. Ko'rding? Hech qanday qo'rqmadi-ku. Eronda yadroviy o'sha quroli bor, ertaga menga otadi deb hech o'ylanmadi. Bombalar tashladi. Yoki mana Ukraina ham bemalol Rossiyaning hududiga ham bostirib kirdi, hatto o'qqa ham tutyapti. Javobim bu bilan Rossiya unga yadroviy nima bilan javob bera olmaydi-ku. Bu yerda geografik nima ham bor-da, omil ham bor-da. Hozir masalan Isroil Eronga yadroviy zarba bersa yoki Rossiya Ukrainaga yadroviy zarba bersa nima o'ylaysizlar, ularning hududiga bu ta'sir qilmaydimi? Juda ham ta'sir qiladi. Chegara ku ikkalasi. U portlagandan keyin u boyagi yaqin mintaqalarga ham boyagi shamol bilan ham o'zini hududiga haydaydi-ku. Radiusi rosa katta bo'ladi. Albatta. Ixtiyor aka, nima deb o'ylaysiz? Yaqin kelajakda iqlim o'zgarishlari, global iqlim o'zgarishi qarama-qarshiliklar keltirib chiqarish mumkinmi tarixga o'xshab davlatlar o'rtasida? Albatta, mana tarixiy misollar ko'p-ku o'sha iqlim o'zgarishiga. O'zi Rim imperiyasini qulashi ham o'sha shimoldan kelgan boyagi xalqlarni ham janubga ko'chishi nimadan bo'ldi? Bu iqlim faktoridan bo'ldi-ku. O'sha keskin sovib ketishi natijasida shimol xalqlari janubga ekspansiya qildilar, to'g'ri? Nimaga endi bo'lmasligi mumkin emas? Tabiiyki bo'ladi. Agar resurslar uchun ham kurash boshlanishi mumkin. Eng dahshatlisi suv, ichimlik suvi muammosi bo'ladi. Qurg'oqchilik boshlangandan keyin ichimlik suvi avtomatik tarzda ichimlik suvidan muammo kelib chiqadi. Bu ming afsuski bizning mintaqaga ham tegishli. Shuning uchun mana bu bekorga birlashaylik deb jon kuydirmayapti-ku hukumatimiz ham, mana jamoatchilik ham nima uchun jon kuydiryapti? Birlashaylik. Gap mana asl tagida shu yotibdi. Bizga tashqi bosimlar unchalik balki qo'rqinchli emasdir. Bizga asosiy qo'rqinch mana bu iqlim kelajakdagi global mana bu iqlimiy muammolar, ya'ni ekologik muammolar. Mana shuning uchun birlashish kerak deyilyapti O'rta Osiyo. Ertaga o'sha resurslarimiz bilan bir-birimiz bilan baham ko'rishimiz kerak. Va bu yaxshi. Bu kelajakdagi mana shu xavflarni ham oldini oladi-da. Tushunyapsizmi? Muammolarni birgalikda hal qilish. Yaqinda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi o'sha prezident Donald Trampning o'sha G'azo sektorida nima deydi, bir tinchlik o'rnatish bo'yicha yo'llagan hujjatni, ya'ni rezolyutsiyani qabul qildi, ma'qulladi, ya'ni. Sizningcha o'sha Isroil-Falastin ziddiyatiga o'zi qachon barham beriladi? Bir tarafni ayblash oson-da, bitta tarafni ayblash oson. Mana biz sharq musulmonlar faqat yahudiylarni ayblaydi. Yahudiylar va o'sha sivil taraqqiy qilgan g'arb musulmonlarni ayblaydi. Bir-birini ayblashni to'xtatsagina bu konflikt to'xtaydi. Qachonki mana tushunish kerak-da, bu eng kaltabinlikda bu hozir mana shunday odam o'ldirish, bir-birini mana shunday texnologiya asrida nima keragi bor, masalan, nima keragi bor? Yuqorida diplomatik yechimlar xususida so'z yuritdingiz. O'tmishda mana Vestfaliya, Versal va Yalta singari buyuk diplomatik bitimlarning zamonaviy dunyoga ta'siri seziladimi?
Albatta, bu dunyo o'sha siyosatini, dunyodagi davlatchilik ko'rinishlarini belgilab bergan nimalar-ku, sulh muzokaralar-ku. Vestfaliya shartnomasini to'g'ri eslatdingiz. Bu 30 yillik urushni 17-asrdagi Yevropadagi diniy urushlarni chek qo'ydi. Bu dunyo siyosatiga juda katta kolossal ta'sir qilgan mana shu Vestfaliya shartnomasi. Birinchidan din urushlarini to'xtatdi, mazhab urushlarini to'xtatdi. Yevropa o'sha yerdan o'ziga opora nima deydi? Ana oldi. Tayanch nuqta oldi Vestfaliyadan. Tushundi ular, to'xta, nima keragi bor bu din uchun urushish yoki bir allaqandaydir bir chirkin bir tafakkur uchun urushish kerak emas ekan. Mana undan ko'ra to'xtataylik. Mana bu bizning cherkov, mana bu hududda bo'ladi, seni cherkovi yo'q. Hammaga ruxsat berildi. Mana Nant ediktini olaylik. Fransiyada bo'lgan Nant edikti. O'shanda tushunib yetishdi. Tamam, bu protestantlar xohlamayapti katolik mazhabida bo'lishni. Nima kerak va ularni o'ldirib, ularni qiynab, yana to'xta, meni dinimda qol, meni boshqa dinga o'tma deyishni nima keragi bor? Nima keragi bor bunaqa urushlarni? Va Yevropa tushunib yetdi Vestfaliya o'sha shartnomasida. U nafaqat diniy urushlarni to'xtatdi, balki davlat suverenitet prinsipini, zamonaviy xalqaro tizimini asoslab bergan. Mana shu shartnoma 200 yil davomida bu mustahkam nimani ko'rsatib berdi. Davlatlarning qanday siyosiy chegaralanishini ham o'sha ana shu Vestfaliya shartnomasi aniqlab bergan. Ilgari chegaralar ma'lum bir joyda belgilanmagan. Ilgari daryoning nariyog'i seniki, bu yog'i meniki. Yoki ana tog'ning u yog'i seniki, bu yog'i. Aynan Vestfaliya shartnomasida aniqlab berilgan. Boyagi geografik hududiy chiziqlar. O'shandan boshlab asos olgan dunyo siyosiy xaritasi. Versal shartnomasi ham mana 200 yildan keyin o'sha Birinchi jahon urushini yakunlab bergan Versal shartnomasi. Unda ham mana qancha davlatlar tashkil topdi. Hozirgi geografik xaritadagi nechta davlat tashkil topdi? Boyagi imperiyalardan parchalanib ketgan davlatlarni tashkil topishi. Unda eng muhimi Versal shartnomasida nima tuzildi? Millatlar ligasi tuzildi. Hozirgi Birlashgan Millatlar Tashkilotini ajdodi tuzildi. Va ikkinchisi mana Yalta va Potsdam konferensiyasi ham xuddi shunday. Dunyo global qutblarga bo'linishni belgilab berdi. Ixtiyor aka, bugungi mazmunli suhbat uchun tashakkur. Yana sizni keyingi podkast loyihalarimizda kutib qolamiz. Rahmat O'tkirbek, Dilshodbek. Taklif uchun katta rahmat. Xayr, salomat bo'linglar.